Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana hozir balgar ekish boshlayapmiz. Nasib bo'lsa, hozircha yerda yaxshilab haydaganmiz. Ozgina kesaklari ham bor. Sabzidan keyin baribir yerga takana nima deydi, kuchsizlanadi. Balgarga kuchsizroq yer ham bo'ladi, chunki shu urug'cha. Hozir yer haydaganmiz. Kapelniga kapelni mana u suv quygich kapelni tortganmiz. Buni arasi 70 ga 40 ko'rinishida olyapmiz hozircha. Keyin qo'yib bo'lgandan keyin ham ko'rsataman. Bu tekis yer jo'ya qilinmasdan ekiladi. To'g'risi birinchi yil ekishim men ham. Hozircha qo'yib ketgan kapelnining shlangini mana shu qismidan, ya'ni nam bo'lgan qismidan boshlab ekmoqchiman. Buni arasi 70 bilan hozir 80 ga olingan, lekin 5 sm qochishini hisobga olib, ya'ni olla betidan va buni bu tarafidan ekkaningizda 5 sm qochadi baribir. Shunda 10 sm yo'q bo'lib ketib, aradagi 70 sm qoladi. Keyinchalik esa bu yerdagi ko'chat ko'kargandan so'ng baribir eksuvdan keyin kultivatsiya qilib arg'a olinadi, ya'ni jo'ya olinadi. O'sha payti dori berib jo'ya olmoqchimiz. Oxirini ham ko'rsataman keyin.